Bismillah deb xonadonimizga kirganimizda bu 1.9 sotuvga tushgan bo'lyapti. Zeleniy zonalar bor bu yoq tarafda, nari tarafda yana joylar qoldirilgan. Mana ko'rasizlar, fasad qismlarini juda ham chiroyli qilib bitirib qo'yishdi, patkulch qilib. Bu xonadonimizda podvali yo'q. Shuni hisobga olib qo'yamiz. Bismillah deb xonadonimizga kirganimizda mana shunaqa hol, kichkinagina koridor deylik. Hop, bu yoqda bitta zal bo'lyapti. Zallarni ko'ryapsizlar. Kichkina bo'lib qolmagan. Kattagina zal qilingan. Mana kamkostlarni hammasini bitirib beramiz deyishyapti. Hop, bu yoq tarafda bitta oshxona bo'lyapti. Mana oshxonasini ham ko'ryapsizlar, xudo xolisa. Kattagina, unaqa kichkina bo'lib qolmagan. Bunisi bitta yotoqxona. Yotoqxona. Hop, bu yoqda bitta sanuzul bo'lyapti. Sanuzullarni ham polniy bitirib beramiz deyishyapti. Hop, bu yoqda mana oyoq kiyim qo'yib qo'yishga joylar ham bor. Endi ikkinchi etajga chiqamiz, bitta ko'ramiz ikkinchi etajni ham. Mana hol qismi. Bu yoqda xudo xolisa zinalarni ham yaxshi qilib bitirib qo'yishdi. Bu yerda ham mana 1, 2, bu yoqda kichkina koridorcha, 3, 4 ta xona va bitta sanuzul bor. Sanuzulni ko'ryapsizlar. Buni ham polniy bitirib beramiz deyishyapti. Xonadonimizda polniy to'pli polli qilingan, registr дополнительный qo'yilgan. Hop, bu yoqda ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Ikkinchi xonamiz. Hop, bu yoqda uchinchi xonamiz bo'lyapti. Uchinchi xonamiz bunisi 4-chi xona bo'lyapti. 4-chi xona bo'lyapti. Hop, xonadonimizda xudo xolisa patkulch holatda. Shu xonadon kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldiramiz. Adresni ham aytaman. Yangi Hayot tumani, Arinter metal baza. Shu metal zavod deydimi? Metal zavoddan ro'parasi mahallaga, Qirariq mahallasiga 1-4 kilometr kirib kelinadi. Bu yerda 1, 2, 3, 4 ta kottej qilib, mana shunaqa chiroyli xonadonlarni qurib qo'yishdi, 3 tasi tayyor. Bundan oldin 1.9 sotuv 240 kvadratli, keyin bu ham 240 kvadrat 1.9 sotuv, 6 ta xona, bitta oshxonasi bo'lyapti, 3 ta sanuzuli bo'lyapti. Hop, bundan keyingisi 89 ming dollarlik bir etajli xonadon, 4 ta xonasi bor, bitta oshxonasi bor, 2 ta sanuzuli bor xonadon bo'ldi. Kimgadir shu joyimizda qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, egalari bilan yana talashib, tortishib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Xudo xolisa 105 ming dollar narx belgilandi bu xonadonlarimizga. 1.9 sotuvli ikkitasi ham 105 mingdan, narigisi 89 ming. U 2,5 sotuvga tushgan noma'lum. Uni ham alohida videosini chiqaramiz. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar, xudo xolisa yana chiroyli qilib kelishib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shu atrofdan uchastka olaman deb yurgan yaqinlar bo'lsa, o'shalarga ham jo'natib tashlash esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.